Oha, yurakcha kimni sog'indi? Bir basharani qara. Yana allergiyami? Ash! Pishakni siladingmi, nima balo? Qarang'ani, ko'cha shunday chang bo'layotibdi. Bor yo'q bo'lg'ay doktorga. O normal doktor yo'q-ku. Kim aytdi senga? Ana Toshkent shahrida Sherzod Murodovich, zo'r allergolog vrach, allergiya, bronxial astmani dodini beradi. To'g'ri tashxis qo'yib davolash bo'yicha yordam beradi. Allergiyani o'zi o'tib ketadi deb yuraverish ham to'g'ri emas-da. Tez aksirish, burun bitishi yoki oqishi, ko'z qichishi, toshmalar kabi belgilarga e'tibor berish kerak. Sherzod Murodovich kattalar va bolalarni qabul qiladi. Har bir bemorni sinchiklab ko'rib, muammoning sababini aniqlashga harakat qiladi. Vrach bilan mana shu raqamlar orqali bog'lansa bo'ladi. Allergiya hazilni umuman tushunmaydi. U bilan do'stlashishning imkoni yo'q. Shuning uchun tezroq davolanish kerak.